Voy, mashalloh. Akalar, xudo xolasa bu arilarimizni inobatga olmaysiz. Bular chiqib ketadi. Qolgani sizga, xudo xolasa. Hammaga assalomu alaykum. Sanjirbek Uskalam hurmatli obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qiziltepadamiz. Yonimizda 3 uy posti bor. Qiziltepa sanatoriyalari bor. Xudo xolasa aka katta yo'l bor-ku, o'shanga juda ham yaqin desak ham bo'laveradi. Yo'ldan keyin 5 nima deydi? 5 minutda kirib kelasiz mashinada. Uzoq qolsa yoki 2 minutda ham kirib kelsangiz bo'laveradi. Mana shu joyimiz sotiladi. Dokumentalli, hamma yo'q xudo xolasa o'zlari nomida. Gazni bosamiz. Hozir shart-sharoitlarni bir boshdan tushuntirib ketaman. Olaman degan inson bo'lsa, mana xudo xolasa sizga shundoqqina bo'shatib chiqib ketadi. Yangi qurilgan, hamma yo'q yangi. Sanjirbek o'zingiz ma'lumotni beravering deshganiga, mana shu ostonadan boshlaylik. Bular qorovullar uchun, misol uchun qilingan xonalar ekan, omma shart-sharoitlar zo'r qilib qo'yishgan. Bu yoqda gaz xonamasiga yo'naq qilasiz. Narada tovuq boqqani ham joy qilib qo'yibdi. Bu yoqda o'zlariga misol uchun ofis qilmoqchi bo'lgan maqsadda betondan quyib qo'yishgan ekan. Xudo xolasa endi bu yoqni o'zingiz ko'tarib olasiz. Ammo bino borki, ponni o'ralgan devor bilan, undan tashqari bu yoqda teraklar bor ekan, 2 qator. Aylanasi, u ham sizniki. Bu ko'cha tomonimizdan o'sha yerdan boshlanadi. Undan tashqari aka xudo xolasa bu yoqda ham mana teraklar turibdi. Mana shu joyda ham sizga xudo xolasa ketdik. Endi bir boshdan kirib xonalar bilan ko'rsatib ketay. Molxonamizga ham hozir navbat keladi. Bu yoqda hojatxonasi, hammomi, hamma yo'q bo'lgan. Mana shu xonadagi narsalar hammasi qolar ekan, xudo xolasa. Televizori, hammasi. Mana qarang. Qorovullar uchun xohlasangiz o'zingizga ofis qilib oling, xohlasangiz nima qilsangiz qilavering. Bu yoqdan qarab turing. Mana bu tomonimizdan. Ponni. Mana qarang aka. Bu yoqda misol uchun o'choq, tandir, oyoq bu yoq qo'ysangiz ham bo'laveradi yoki nimaga ishlasangiz, namersi qilib qo'yishgan. Xudo xolasa zo'r. Shashliklarsa pishirib berishgan ekan. Yaxshi. O'pshiga adashmasam 40 sotik. Bu yerda nav turadi. Undan tashqari bu yoqdan 50 metrdan suv chiqarib qo'yishgan ekan. Yana suv bor ekan. Birinchi o'rinda aytayim, tok kelgan ekan, 4 faza. Ko'ryapsizlar tokda? Mana 4 faza tok kelgan. Tokdan muammo yo'q, dokumentdan muammo yo'q. Xudo xolasa bir boshdan kirib ko'taramiz. Bu yoqda xohlang o'rdak boqing, xohlang tovuq boqing. Bo'lsa qo'y ham boqing. Mana sharoit. Endi silosga yamani qo'yishgan. Xohlang yamani naqi ko'chirib tashlang, xohlang mana shu yerda silos uchun qiling. Bu yoqda endi kirmay qo'ydik. Hojatxona, hammom, hamma yo'qni zo'r qo'yishgan. Shibona to'kib qo'yishgan, qup-quruq. Molxonamizni qarang endi, molxonamizni. Mana aka, shlaka blokdan ponni o'rab chiqishgan, hamma yo'qda. Hamma joy o'ralgan. Akalar, xudo xolasa bu joyimiz sotiladi. Aloqaga chiqib olasizlar. Endi buni qarang, balandligiga nima deysiz bu molxonani? Mashalloh. Zo'ra. Uzunligi 33 metrga, eni 13 metr ekan. 33 metrga, eni 13 metr. Mana shunaqa. Xuddi meni molxonam ham shunaqa, 13 metr eni, 33 metr uzunligi. Bu akalarimiz betondan qilishgan. Bu tomonga qishda salafan tortib qo'yasiz. Bu yog'i 240 ekan. Bunimiz 40, 200 tag moldi tagi 230. Bu axlat yo'li, Sidik yo'li biri, bu 40. Bu 120 ekan yo'lagi. Buni qarang endi, ishlangan bitta tomon sirni aytaymi? Bu tomon past, bu tomon baland. Misol uchun maytda mol endi qo'pol bo'lsam, sizam chizsam bu tomonga sachramaydi. Endi qarab turing, oxir. Xudo xolasa bu tomon bog'lab boqqani sharoit qilingan. Endi bu tomonimizga qarang. Bu yog'imiz joy kattaroq. Bu yoq g'ob hisobida, zagon hisobida qilingan. Va shu katta ekan bu tomonda. Qo'yib boqsangiz ham bo'laveradi. Bu tomondan xuddi mana shunaqa ishlar. Olib chiqib ketadigan narsalari menga arava qoladi. Mana bu narsalar chiqib ketadi. Narada o'tin chiqib ketadi ekan, bo'ldi. Qolgan narsa televizor, milizor, qozon, o'choq hammasi sizga qoladi mana shu yerda. Shundoqqina mollarni olib kelasizda, ishni boshlaysiz. Materiallar yangi profilda kraskalarni tepalarni shipr qilib salqin zot qilib qo'yishgan. Xudo xolasa balandligi ham o'ta baland. Qarang, mayta sanaylik. Chetdan sanab olsangiz bo'ladi. 1, 2, 3, 4 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ta. 17 ta shlaka blok, o'ta seysma urilgan.
Endi hisobi chiqarib oling, necha metr tep bu yoqni. Endi o'rtasi vashi balandda aka qarang. Vashi baland. Zo'r qiling. O'zlari uchun qilingan ekan, faqat bular akalarimiz aytishyapti. Bizni o'zimiz qo'limiz tegmay qolyapti. O'shaning uchun endi bu joyda kimni ishlatsin deb sotamiz deyapti. Dakimizlari shundoq qilib o'tkazib berishadi. Xudo xolasa hammasi joyda. Dakim tomonidan muammo yo'q. Profillarda qilingan hamma yo'q. Mana cho'tki chiqqan. Ko'ryapsiz-a? Zo'r qilishgan. Agar mabodo hurmatli aka-ukalar, yana bitta narsani aytib ketay. Xohlang bu tomonimiz zagon qiling. Ana shu o'tinlarni olib ketamiz, o'tinlarni. Endi qarang. Yoki bu tomoniga yana dalshi qo'shib ketsangiz ham bo'lar ekan. Mana bu yoqdan chiqarib qo'yishgan. Mana ko'ryapsiz-a? Yana dalshi oxirigacha qo'shib ketaman desangiz ham sharoit bor ekan. Xullas, o'shagacha. Yoki mana shu yerda zagon qilib boqing mana shu yerda mollarni. Farqi yoki bu tomonga boshqa inshoot qiling. O'zini o'zingiz nima qilasiz. Lekin mana deydi, akalarimiz bu tomonni boplab qo'yishibdi. Mana bu tomondan ko'rinishdi aka. Bu tomondan ko'rinishimiz. Buni qarang, joyda zo'r qilgan-a. Eng zo'ri qo'ni-qo'shni bezsa qilmaydi. Hamma yo'q, yonimiz boq, shunaqa narsalar. Bu tomondan aytyapmiz, shilaka blokdan bo'lgan. Shu atib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xohlasangiz mana shu holatda turaversin. Endi qishda sovuq bo'ladimi deyishingiz mumkin, lekin ko'p mol tursa sovuq bo'lmaydi. Xudo xolasa uylar shilaka blokdan qilyapti molxonaga aka, qarang. Bitta suv atib qo'ysangiz yana ham zo'r bo'ladi. Sismadan qo'yilgan, hamma yo'q, zo'r bo'lgan. Endi narxiga hozir o'tamiz, to'xtab turing. Ungacha men mana sidik yo'llarda bu tomoni ham ponni mana. Sidik yo'llar bo'lgan. Mana ko'ryapsizmi? Mana shu yerda qiynalmasdan, mana shu yerda eng kamida 60 ta novvos yoki sigir boqsangiz bo'laveradi. Qiynalmay, bemalol. Eng kamida bemalol sig'adi. Mana bu tomonda aka 40 ta 50 ta mol yuraveradi zagonda bo'sh. Bu tomonga bemalol 25 ta mol sig'adi. Qiynalmasdan yoki 30 ta mol. 30 ta mol qiynalmay sig'adi. 70 tadan ko'p mol sig'ar ekan bu yerga aka. Narxiga keladigan bo'lsak, hurmatli, endi o'zingiz gapiravering deshdi, o'shaning uchun o'zim gapiryapman. Narxi $50,000. $50,000. Jichchapcha o'tib beradigan joyimiz bor deshdi. Xudo xolasa. Mana sharoitimiz zo'ra. Bitta ishchini olib kelasiz. Oilali insonlarda ham ularga ish, ham sizning ishingiz yuradi, xudo xolasa. Joyga nima deysiz joyga? Zo'ra, barakasini bersin. Noturar joy. Mana dokumentlar joyida. Teragilar ham sizniki. Yo'q, kameralar turibdi. Kamerani o'zingizga ulab olasiz. Polni 360 gradusmi shunaqa qo'yib qo'ygan. Ashlar qoladi. Arlar olib chiqib ketishadi. Qolgani mana sizga, xudo xolasa. Joyda ko'ryapsiz-a? Telefon qilaverasizlar. Yana tushuntirib ketay. Molxonaning uzunligi 33 metrga 13 metr. Undan tashqari общий 40 sotik joyimiz. Polni o'ralgan. Ana shu yerda ikki qator terak sizniki, hojatxona, hammom, bu yoqda xonalar yo'q, televizor hamma yo'q, yangi zo'r qilib qo'yishgan. Ko'rdinglar-a? Bu yoq maytda bir 50 ta 60 ta 100 ta sovuq boqsangiz ham bo'laveradi bu tomonimizda. Mana joyda qani, havlasangiz maytga nimadan qo'shimchalar qilib oling, yemxona qiling maytga, naves qilib olib yoki yemlarni maytda saqlasangiz bo'laveradi. Bu tomonga ofis mana, xudo xolasa, ofislar qilib olasiz. Bu yoqdan oldidan bemalol joylar turibdi. Ko'rdingizmi? Mashina qilsangiz bo'ladi. Qalay bo'ladi, xudo xolasa. Nomerlar ekranga yozib qo'yamiz. Sirasi aloqaga chiqib o'tasizlar. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin shunaqa joylardan, zo'r joylardan molxonalar qilib cholvozni rivojlantirish. Aloqaga chiqib o'tasizlar. Qaytlarda kamchilik xatolarimiz bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr. Qo'ldan kelgancha yoritdik. Inshaalloh buyog'izlarga. Biz sababini qildik. Xudo xolasa yaxshi kunni ko'rishaylik. Rahmat hammaga. Omon bo'linglar.